qo'shilgan, ha? Umar va bularni nima deb belgilay olamiz? X, Y, Z. Necha noma'lumlar? 3 noma. Umar va sunnatning birgalikdagi og'irligi. Umar va sunnat. X qo'shuv 2. Umar va Kamronning birgalikdagi og'irligi. X qo'shuv 64. Sunnat va Kamronning birgalikdagi Y qo'shuv 56. Nima qilib olamiz? X qo'shsak 2. Jar necha? 192. Umumiy ko'paytiruvchi kimni chiqarib olamiz? 2ni chiqarib olsak kim qoladi? Uchalasini yig'indisini so'rayaptimi? Aha.